Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Neo Buldirov do'stlar. Do'stlar bugungi videomizda promokoddan ko'tarishga harakat qilamiz balansimizni. Promokod olib qo'yganman. Sizlarga ham shunaqa promokod kerak bo'lsa, kanalimga kirsanglar, Telegram kanalim profilim shapkasida bo'ladi. O'tsanglar, promokod tashlab boraman. Odamlar olishadi mana. Ko'ryapsizlar. Shuning uchun kanalimga o'tib olinglar. Bitta promokod tashlab boraman. Xo'sh, buni yuqori xavf qilib ochsam ekan yo oddiymi? Shu yuqori xavf yaxshimi deyapman-da. Musurini berib qo'ysa 10% da bor 100 tushishi. Yuqorida ketdi. Qani, faqat yaxshi tushib bersin. Voy, 238 tushdi, 2000 dan o'tib ketdi. Mayli, shu balansda ham ko'tarishga harakat qilamiz. 238. Xo'sh, 238 ga nima qilsak bo'ladi? Birinchi bo'lib yangi kelgan keyslarni ochib ko'ramiz. 35 likdan. Like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlardan xursand bo'lardim. Va o't yaxshi. 43. Bo'ladi, yaxshi. Boshiga zo'r berdi. Qani? Bo'lmadi-yu. Minusmi? Da, minus. Xo'sh, endi yana o'sha balansga qaytib qoldik. 228. Nima ochib ko'rsak bo'lar ekan? Case 2 ga o'tamiz. Case 2 dan shu bitta yaxshi beradigani bor. Hozir. Glockdan ochib ko'rish kerak yo Digl. Glock yaxshi berib qolishi ham mumkin-da. Ketdi bitta. Faqat yaxshisini bersin-da. Shuncha o'tadi. Voy, eng musurini berdi-yu. Da 18. Yo'q. Yana bitta. Bering bitta kattasini. Oltmish ikki. O'lik ekan-mi? O'lik Glock tushdi borga. 111 balans. Yangi yildan ochib ko'ramiz endi. Xo'sh. Sal internet ishlamayapti. Yo Buldirov saytini o'zi qo'tyapti. Yo bilmadim. Qani? Ishqilib yaxshisidan bersin-da. Qani? Necha bu? Voy, 232. 1000 tushgan bu, hech bo'lmasa 1000 tushgan bu. Iltimos. 300 yaxshi. Zo'r. Yana bitta. Vaqti. Voy, yaxshi. 1% shans bilan tushibdi. Zo'r. To'xta. Men buni bermoqchi edi. Musur berdi. 77. Yo'q, normal. Endi juda yangi kelgan uchun norim kesishi kerak. Xo'sh. Ishlasachi? Yana shundan bitta ochaymi? 124 likdan ochamiz. Davay. Qorbobo ustaxonasi ketdi, yuqori xavfdan. Bitta perchatka tushib bersa, revolver tushib bersa zo'r bo'lib ketadi hammasi. Voy. 144 dan 680 gacha berishi mumkin. Qaysi biri tushadi? Qani? 614. Voy! 614 tushib berdi. Norim, dahshat. Star Trek bu zo'r, eng 0.95% dan tushib berdi. Qani go yana bitta. 657 balansimiz bor. Star Trek tushishi mumkin ekan. Oddiy tushsa agar 547 bo'lar ekan. Star Trek tushadi 100% va 138. Yaxshi. Yomon emas.
Bu keys dahshat yuqori hafta shunaqa bersa bilmadim, lekin oddiy ular qanaqa berar ekan. Bo'ldi. Bor endi. Qaysi dedim? 334 ekan bu ham. Revolver 20, 35. 700 balans bor. Xo'sh, yaxshi. Hozircha Nurim. Endi odam qo'li qichiydi-da, risk qilgisi keladi. Risk. Shunga bitta 599 talikdan bitta bosib ko'raymikan deyapman-da. Bitta, ko'p emas. Birinchi bitta mashinadan bo'lsa-layda. Nozik ton degan. Yuqori hafta qilsak nimalar bor ekan nozik ton. Nozik ton. 18 ta bor ekan. 15% bilan 29 degan tushishi. Menga farqi yo'q. Azimovni bersa-da. Faqat digu. +89. Temperatur 106 dan 11 minggacha. Bitta endi. Bitta Nurim berib. Bitta Nurim. Iltimos. Bagiga 17 minglik. 17 ming. Bagilarga shu anoda 17 ming. 51 onangni. Baginga seni. AWP SSG. Qani? O'rtacha hafta qanaqa AWPlar bor ekan? Bermaydi-da, biladi. Shuncha AWP. Qani ketdi. Qani? Bitta yaxshi AWP ber, iltimos yaxshi AWP ber faqat. Legendarniy. Uning. 85. Yo'q, boqiz bor debdi balans. Yaxshi. Ham 149 deydi. Yuqori hafta. Bermash pichog'ingdan beribdi. Mana uni bermadi. Yaxshi bo'ldim bermadi. 43. Yo'q. Sotaymi, upgrade qilib ko'raymikan? 200 ga upgrade qilib ko'raman. 200. Bersa olib chiqib ketadi, bermasa bilmadim. Bermadi. Yo'q, bermadi. Ichib qo'ydim. Mayli. 48 dut 2 dan. Yuqori qilib bitta ochamiz. O'tgan safar menga mana bu 1025 lik tushib kelgan Star Trek. Endi tur yo'qoldi. Eng musuri tushdi-yu bundan ham. Buni ham upgrade qilamiz. Bagi ekan. Ham bulpas nima bo'pti? Bulpas ko'tarilmagan ozgina bo'lsa. 7 bo'pti. Buni olamiz. To'xta. Bizga buni bersan ochaylik. Pichoqlar bor ekan. Va o'rtani ochish kerak edi. Qo'lim tegib ketdi. Aytdim, men o'rtani ochish kerak. Eng kattasi o'zi o'rtada ekan. O'rtada ekan. Eng musurni shu olibmiz. Bundan ham bitta musur beradi hozir. Bo'l, bitta musuringni ber. Aytdim-ku. Yaxshi. Xo'sh. 19 bo'lsa, shaxsiy kabinetga kirib sotib olamiz buni. Nechi bo'ldi? 31. Va biz budan ochib ko'ramiz. Oxirgi balansimizga ochamiz.
Nu boya 800 bo'lganda chiqarib olish kerakmidi? 100% shu shartda borku. E? E? Pushti. Bu yerda pushti yo'q-ku, mana bor. Qayerdan olyapti bu pushtini? 19lik. Bildiribga nima bo'lyapti cho'ta? 23 ga ham bitta ochib olamiz bo'ldi. Shu bilan video tugaydi, adashmasam agar hozir comeback bo'lib ketmasa. Va qani? Yo'q bo'ldi. Yo'qoldi. 134 tushib qolgan bo'lsa, yomon tingillandi lekin. 50 tur. Voy, yaxshi. Mana ko'ryapsizlarmi? Shunaqa keyslardan bitta berib qolish mumkin. Bekorga ochmayman-da. Endi buni yo'q qilish kerak. 55 lik keys ochamiz. 55 ga mana yuqori xavf qilamiz va ochamiz. Ketdi. Bundan ham agar 400 berib yuborsak, yomon comeback bo'ladi. Keyingi videoga ham qo'yardik. MP yetdi. Nu ding dedi hop. 43 da to'g'rimi? 48. Yaxshi berishi ham mumkin ekan. Dota 2 ga yetadigan. Dota 2 dan ham bitta ochib olamiz. Qaramay turish kerak asosiysi. Ovoziga eshitib turamiz. Musur berdi, 17 berdi. Ko'rdinglar, musur berdi. Endi 17 ga o'zimizda legenda bronzali buqani ochamizda va videoni tugatamiz. Va musur. Hozir tushdi musurda lekin 6. 6 ni endi nima qilamiz? Upgrade qilamiz. 400 ga qilaman. To'rmayman shu. 400 ga. Yo'q, shans yo'q, bermayapti shekilli. Hatto 350 ga qilaman. 1% shans. Ketdi. Umuman yurgan yo'q uni. Bitta yetmay qoldi. Har doim ishi. 3000 tur bu ko'yinga 3000 tushirib qo'yibdi. Nu do'stlar, sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosish esdan chiqmasa, hammanglarga rahmat oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' salomat bo'ling.